mani qattiq depressiyaga mani oila a'zoyim men buni hozir ham aytolmayman. Qattiq depressiyaga mani oila a'zolarim men uydan chiqib ketganimga 16 yoshimda chiqib ketganman. Erga tegib ketganman. Erim qiynagan, urgan. Ota-onasi buni защита qilmaydi deb meni qiynagan. Qoshlarimni britvada olib, sochlarimni kesib tashlagan. Hammasini gapiraman. Hammasini. Sizlar o'ylaysizlar, ustu sevinch oddiy hayotdan jotki bo'lib amlin orqasidan deb o'ylaysizlar-yu.